Assalomu alaykum. Bugun men tibbiyot tizimida uchrayotgan bir qator muammolar haqida gapirmoqchiman. To'g'ri, so'nggi yillarda ushbu sohada katta ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Ayniqsa, xususiy klinikalarga ham keng imkoniyatlar yaratildi. Ammo shunga qaramasdan, ayrim klinikalarda shifokorlarning kasb yuzasidan o'z vazifalarini lozim darajada bajarmasligi bo'yicha jinoyatlar ortib borayotganligi, jumladan xususiy shifoxonalardagi shifokorlarning noto'g'ri tibbiy muolajasi oqibatida fuqarolarimizning vafot etishi, nogiron bo'lib qolish holatlarini uchrayotgani tashvishli holdir. Bunday holatlar ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, aholimizning haqli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Masalan, yaqinda Farg'onada bir xususiy klinikada 33 yoshli yurtdoshimizning vafot etgani, yosh blogerga noto'g'ri jarrohlik amaliyoti qilingani, Buxoroda esa 11 yoshli bolaga shifoxonada vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Bu holatlar barchamizni xavotirga solishi kerak. Shu bois men Adolat fraksiyasi a'zosi sifatida Sog'liqni saqlash vazirligiga rasman deputatlik so'rovini yubordim. Unda quyidagi savollar bilan murojaat qilyapman. Birinchidan, shunday salbiy holatlarni oldini olish uchun xususiy klinikalarga litsenziya berish tartibi va shartlarini yanada qat'iylashtirish bo'yicha qanday takliflar bor? Ikkinchi savolim, hurmatli Asilbek Xudoyorov. Siz rahbarlik qilayotgan vazirlik tomonidan xususiy klinikalarda sodir bo'layotgan inson hayoti va sog'ligiga ziyon yetkazish bilan bog'liq holatlar yuzasidan tekshiruvlar o'tkazilganmi? Agar shunday bo'lsa, bunga qarshi qanday choralar ko'rilgan? Sog'liqni saqlash vazirligi va vazirimizdan qonunchilikda belgilangan muddatda rasmiy va asosli javob kutib qolamiz.